Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Xo'p, ko'pgina zararkunandalar qishlash uchun kuz oylaridan boshlab tuproq ostiga kirib ketadi. Bu deyarli 80-90% zararkunandalar turiga to'g'ri keladi. Xo'p, mana shu zararkunandalarni tuproq ostida zararlash uchun qanday preparatlar foydalanadi? Mana shu haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, Besili BV bu tarkibida asosida Bavariya Batsiyanni zamburug'i bor. Mana shu zamburug'i tuproq ostiga sepish tavsiya etiladi. Tuproq ustiga sepish tavsiya etiladi. Sababki tuproq ostidagi zararkunandalarni qishlash jarayonida zararlab, kasallantirib, o'ldirish imkoniyatini beradi. Bu nimaga kerak bo'ladi? Hozirgi kunda ma'lumki, yurtimizda qish oylari kelishi sal kechikyapti. Shu bilan birgalikda ayozli qishlarimiz kelmaganligi sababli mana shu ikkinchi yechim sifatida mana shunday biopreparatlardan foydalanish tavsiya etiladi. Agarda kimga kerak bo'lsa shunday preparatlar murojaat qilaverasizlar, nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Mana shunaqa biopreparatlardan foydalanish o'simliklarni zararkunandalarni qishlab chiqishida kasallantirib o'ldirishga yordam beradi.